Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa bizlar shunday drabilkalarimiz keldi. Rais firman drabilkasi bo'ladi. Motorlari mis motorli bo'ladi. 4,5 kilovat, 6,5 kilovat, 3300 oborotda bo'ladi. Monitorli xili. Dishlar ham zo'r ishlangan, ikki qator dishi bor, o'zida motorlar ham bor. Keyin bizlar Zubron firman drabilkasi bor. Bundan sal kattaroq bo'ladi. Bularni zo'r eri Makka budoyni kapak atib beradi, yarmatib beradi, silosatib ham ishlab beradi. Bular 4 xil setkasi bo'ladi. Dishlar ham qalin ishlangan bo'ladi. Yana motorlar ham 4,5 kilovat, 6,5 kilovatlik motorlari bor. Keyin bizda Hannel brend bayna universal drabilka 2025 varianti sifati zo'r, ot, echki, qo'chqar, qo'y, xo'roz, o'kuz hammasina ketadi bular. Sifati zo'r ishlangan, motori 5,5 kilovatlik motor bo'ladi bular. 3000 oborot, monitorli motor, mis motorli. Bular bir xatarli bo'ladi, pichoqi bo'ladi. Yana teyinda bilan damir o'tgan bor. Bu damiri o'tni teyinga cho'lashtirmaslik uchun zo'r ishlangan drabilka, garantiyalari ham 1 yil bo'ladi. Keyin bizda buni drabilkamiz bor. Bular 4 pichoqli bo'ladi. Motori 500 kilovat, 3000 oborot motorli bo'ladi. Sifati zo'r ishlangan, garantiyalari 1 yillik bo'ladi. Bular bo'lgani o't uchun, bu yerdan o't ketadi. Bu yerdan po'choq chiqarish uchun ishlatiladi bular. Garantiyalar bilan bayiladi. Sifati dim zo'r ishlangan, 1 yillik sroki bor. Dishlari 4 pichoqli bo'ladi.